farishtamiz kelib qoptimi? Salohova, o'zingmisan? Yoki men yangilishdimmi? Yo'q, yanglishmading. Ko'rinishingni o'zgartirishga qachon ulgura qolding? Ramazon oyidan beri. Butun yozni shu ahvolda o'tkazdingmi? Mana buni o'zgarish desa bo'ladi. Salom bolalar. Assalomu alaykum ustoz. Xo'sh. Xuddi o'tgan yilgi kabi bu yil ham jahon adabiyoti fanidan sizlarga o'zim saboq beraman va shu bilan bir qatorda sinf rahbaringiz vazifasida ham bajaraman. Orangizda yangi o'quvchi bormi deyman. Bu sizmi? Yo'q, nimalar deyapsiz? Axir bu o'zimizni Salah va ku farishtaga taqlid qiluvchi. Hoziroq kulishni bas qiling. Hijobda, masjidda, ko'chada, uyingizda yurishingiz mumkin. Bu yer sizga masjid emas. Masjidning nima aloqasi bor? Axir hijobda har qanday joyda yurishni qonun taqiqlamagan-ku. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat uchun ham ro'mol o'rab suratga tushish mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz kimsiz? Ruzapova. Siz yangimisiz? Ha, shunday. Marhamat, o'tiring. Keyingi safar kechikmaslikka harakat qiling. Salohova. Bugun ro'mol o'rab kelasiz. Ertaga esa yuzingizni to'sib kelasiz. Keyin-chi? Keyin nima qilasiz? Sizdan yana nimalarni kutish mumkin? Sizni ko'rinishingizni rahbariyat oldida muhokamaga qo'yaman. Bemalol. Bu mening tanlovim. Yana bir bor qaytaraman. Bu madrasa emas, ta'lim muassasasi. Eliza Albertovna, biz emin-erkin davlatda yashaymiz. Har kim o'z istaganicha kiyinishi mumkin. Kechirasiz-ku, ayrim kimsalar yarim yalang'och yurgan paytda bir muslima qiz ro'mol o'rasa, buni nimasi yomon ayting? Kelib oqtiling chiqib qoptimi? Sendan o'zi kimdir so'radimi? Avvalgi ta'lim dargohingizda ustozlarni fikrini hurmat qilishni o'rgatishmaganmi? Sizni fikringizni hurmat qilaman, lekin gap sizni faningiz haqida bormayapti. Bir muslimani hayoti va dini haqida bormoqda. Barchani ko'z o'ngida dinini targ'ib etish shart emas. Men makaron dahosiga ishongan taqdirimda ham ayrim kimsalarga o'xshab boshimga xamir o'rab kelmayman-ku. Bunaqangi manzarani jon deb tomosha qilgan bo'lar. Har kim o'z istaganicha kiyinishi mumkin. Dini targ'ib etish esa mamlakatimiz qonunchiligida taqiqlangan. Bu mavzuni rahbariyat bilan kechadigan majlisdan so'ng muhokama qilamiz. Yangi qiz ham biz bilan rahbariyat oldiga kiradi. Endi esa bugungi dars mavzusiga qaytamiz. Bugungi mavzuyimiz Fransiya san'ati va ijodi haqida bo'ladi. Assalomu alaykum.